Muxtor Aliyevda. Juda katta emas, bir oz. Jang boshlandi. Kabar do'stlar, 60 kggacha bo'lgan vazn toifasi ikkinchi yarim final jangi. Birinchisi katta ustunlik bilan Navoiy viloyati vakili Asadbek Xayruddinov g'alaba qozondi, ikkinchisida ko'ramiz. Dastlabki balni Andijon viloyati vakili qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lyapti. Round kick. Bu yerda aniq zarbalar yo'q. Ikkala sportchi tomonidan ham. Qanday kuchli, ha? O'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba, lekin low kickini ham o'tkazdi shu vaziyatda. Navoiy viloyati vakili Kamron Ne'matov. Mana bu endi jang, mana bu endi qiziqarli. Ko'rinib turibdiki, munosib raqiblar. Ortga qaytmaydi. Chalg'itish harakatlarini amalga oshirgan holda low kickni yo'lladi Azizbek Muxtor Aliyev. Low kick. Clinch. Takedown ortidan. Tizzada zarba va boshqa zarba yo'llash mumkin emas. Qo'llar ustidan yana clinch. 3-2, 3-1, 2-1 yaqin jang. Backfist to'xtab qolmadi. Backfistdan so'ng davom ettirdi, oyoq zarbasini ham qo'shdi. Kamronni qo'llab-quvvatlashyapti. To'g'ridan yo'llangan zarbasini amalga oshirdi, ortidan darhol javob qaytdi Muxtor Aliyevdan low kick va yana chap qo'l yon taraflama zarba tenglashtiryapti hisobni. Low kick yiqilayotdi. Muxtor Aliyev jismonan juda ko'p kuchni olib qo'yadigan jang bo'lib o'tmoqda. Beshi 4, 5-2, 4-5. Ikkita hakam Azizbek Muxtor Aliyevning ustunligini qayd etdi. Bitta hakam Kamron Ne'matovning yaxshi harakat qilayotganligini. Javfor berdi. Qorada Muhammad Yusuf, Vanga Toshkent. Buxoro viloyati представители спорта bo'yicha. Ikkinchi raund. High kick. Yaxshi kick zarbasi birinchi Ne'matov yo'lladi. Keyin Muxtor Aliyev darhol javob qaytaryapti. Low kick. Yana bir low kick. Uchini hisobda oldinga chiqib olyapti. Muxtor Aliyev mana bu yerda middle kick, low kick bilan, ichki low kick bilan javob qaytardi. Yana bir low kick. Chap qo'l yon tarafdan zarba. Kamron Ne'matov oldinga qarab borishga harakat qilmoqda. Low kick. Yomon emas. Yana bir low kick. Ne'matov endi boshladi faollikni. Yuqoridan zarba, time out. Bitta zarba tafovuti hozir turibdi. Low kick. Chap qo'l, yana low kick. Tizzada zarba o'tmadi. Shimoyga borda esa hisob tenglashdi barobar.
Low kick, high kick. Back fist o'tmayapti. Yana bir low kick. O'ng qo'l to'rda o'ynagan zarba. Middle kick ortidan. Va take down. Azbek Muxtoraliyev hamon oldida, lekin 1-0 hisob. 9-9, 7-3, 8-8 mana shunday hisob. Voh! O'tgandami hozir mana shu aylanma zarba raqib boshiga juda kuchli zarba yo'llangan bo'lar edi. Borada ikkinchi raund ham tugabdi. Yana bir bayt o'taman 9-9, 7-3, 8-8. Va 3-raund do'stlar. 3-raund low kick. Ikkita low kick. O'ng qo'l to'rdan yo'llangan zarba o'tyapti. Bu yana bir Hech qachon jangda to'xtab qolish mumkin emasligini hozir yaqqol misolini ko'ryapmiz. Azbek Muxtoraliyev qo'pol xatoga yo'l qo'ydi. Zarba o'tkazib yubordi. Mana endi yana zarbalar yo'llayapti. O'ng qo'l va chap qo'l yon taraflama oldinga chiqib oldi. Ikkinchi knockdown bu yerda. Kamron Ne'matov. Birgina zarba jang taqdirini hal qilishi mumkin. Birgina zarba. High kick o'tyapti. Parvozda yana zarbalar almashinuvi va Azbek Muxtoraliyev javob qaytarish ko'rinmoqda. Uchunol. Men bitta hakam durang bergan, lekin tizim data comebacklarga e'tibor berib harakat qiladi. O'ng qo'l yon taraflama zarba. Ikkita zarba, o'ng qo'l yana zarba, yana tirsak zarbasini qo'shyapti. Kamron Ne'matov 3-raundda to'liq o'ziniki qildi, xarakterini ko'rsatdi. 10 soniya, ya'ni ikkilik zarbasi high kick ortidan. Yana tizzada qoringa zarba va do'stlar, jang yakuniga yetmoqda. 3-raundgacha qariyb imkoniyatni boy berayotgan edi Ne'matov. Va mana shu palladan boshlab vaziyatni o'z tomoniga og'dira oldi Navoiy viloyati vakili. Mana shunday. G'olib nomini bilib olamiz. Kamron Ne'matov. Endi bilardik, rasman e'lon qilindi. Asli olganda do'stlar, takrorlab qolamiz, ko'rishingiz mumkin. Men esa mana shu nuqtada reportajimga yakun albatta kickboksing bo'yicha kattalar va yoshlar o'rtasidagi O'zbekiston chempionati bahslarining hal qiluvchi janglarini
telekanalimizda kuzatishda davom eting.